Agar siz bilan bir musohiba qilsak. Men otim Muhammad Azam, Shirin Takobdan bilaman. Qariya Azamxon qayerdan bilaman dedingiz? Shirin Takob sho'rdan bilaman, Shashtepa, Qariya Shashtepa. Qariya Shashtepa. Shu Shashtepani otini nima uchun Shashtepa qo'ygan? 6 ta tepasi bor edi, o'sha uchun uni Shashtepa qo'ygan. Mana ularki Qariya Shashtepani bilmaydi, nima uchun Shashtepa qo'yganligini bilsinki, u 6 ta tapasi bor ekan, o'sha uchun Shashtepa qo'yilgan ekan. Ko'p yaxshi qandoq edi, qandoq o'tdi va nima xotiralar sizga qo'ydi bu yer? Nomi Xudo yaxshi edi, amniyatim yaxshi edi desangiz, hamduallar bilan ketdi Yoqoboqqa, hozir ketdi sho'rga, Bozorlarga, Islom Qala shu tarafdagi chakarga ketdi. Islom Qalalarga chakar urdi. Islom Qala, Toshqala har joyimizga ketdi do'stlar bilan. Bu yil qancha yaxshilik bor, ham bahor keldi va uni ham boshiga edam birga keldi. Bexi nur boloy nur. Ammo xushhallik ham amniyat barqaror edi. Siz aytingki, mas'ulin imoratdan mardum qancha xushhallikdi, xushhallik qiladi. Shu mardum g'oromlik bir sulh o'rtaga kelgan desangiz, bir jang Nima bir tashvishi fikri yo'q. narsa bir tashvishi fikri yo'q desangiz, shu g'oromlik esa arzot bo'lib bir arzot tuzalaveradi. Nomi Xudo. Avvalgi yildan masalan shu hozirga qaraganingizga bozor qancha munazzam bo'lgan? Nomi Xudo desangiz, bozor, marketlar arzot tuzalgan desangiz, arzot peshga masalan g'oromlik bo'laversa tuzalaverak arzot. Hamma narsa ro'ba peshrafт degan. Ro'ba peshrafт qilgan aytganingizdek. Biron she'r yo biron diklama yo biron o'qimoq uchun ki masalan mumkin oldingizga bo'lsa bizlarga eshitamiz maqsad. Xo'sh, she'r yodimizda to'xtang qoniki bir she'rki bilan xohlaydi bir she'r o'qisa, o'sha she'rki bir xotirali bo'lib qolsin mana shu bizlarda YouTube chanalimizga va bo'lolsinki oyanda ham bular ko'rsa o'sha she'rni topib aytsinki, "Vala men falonjaga bir she'r o'qib edim, mana shu bir katta xotirali qoldi" deb. Yodingizga keldimi? Yaxshi she'rlar bor edi, yodimga kelmadi. Bir tasini o'qing. Qaysi kam bo'lsa ham oli o'qing. Xo'p. Bu birdan odam vaqt xohlaydi, bir she'rni o'qiyman desa, mumkin shayad yodiga kelmasa. Inshaalloh ola yodiga keldi yo kelmadi. Bir she'r yodingga keldimi? Bir she'r yodingga keldimi da andi yo'ldan so'rab yotibdi. Xo'p, undoq bo'lsa boshqa